yig'lamang qurbon sizga jonimga bugun baxtli onimda onajonim yonimda o'ylang ona yig'lamang qurbon sizga jonimga donada gul teraman onamga gul beraman roziligi Büyücülerimizle bugün iş kıramaytından havalı dayıyandan tabak gitmesi bakın odaları zor olsun. Otam, otam, can otam ailemizde han otam O'tdi umrim mehnatda bizni deb hali onatam ey jonatam oilamizda xonatam o'tdi umrim mehnatda bizni deb hali onatam donada gul teraman onamga gul beraman roziligi nolik ko'zlarida o'paman bolarga gul beraman onamga gul beraman roziligi nolik ko'zlarida o'paman Rahmat, salomat umlar. Hayotingiz doimo quvonchga to'lsin. Onajon bugungi shukrona kuningiz, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum bibijon ona tabrikimiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Oltin boshingiz omon bo'lsin. Bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz ulug' yoshlaringiz muborak bo'lsin onajon. Onajon, xursandmisiz? Onajon, bilasizmi bugun sizni biz surpriz jamoasi aynan kim nomidan tabriklab keldik. Bu surpriz bilasizmi kim tomonidan? Qani taxmin qilamiz. Bizlarda bugun kim chaqirdi deb o'ylaysiz? Sizga juda ham yaqin insonlar bugun o'zlari yo'q. Balkim farzandlari kelar. Bu emas. To'shni. O'g'lim aytar edim. Buyurjona, siz bugungi shukrona kun bilan, tavallud ayyom bilan, Qurol akamiz nomidan, Nasib opamiz nomidan tabriklab keldik. Umringiz uzoq bo'lsin, chiroyli qarsaklari bo'lsin. Hech kutmadingiz, ha? Xursandmisiz? Mana shu Qurol akamiz, Nasib opamiz bizlarga aloqaga chiqdi. Bizlar uchun yagona bo'lgan inson, bizlar uchun bir dona bo'lgan inson, bizlarning yaqinimiz. Bugun tavallud kunlari, bugun 76 yoshga to'ldilar. Allohim yuzlariga to'la bersinlar, bizlarning vaqtimizga dunyo turgancha tursinlar dedilar. Tabrikimiz yana bir bora, umringiz uzoq bo'lsin. Oltin boshingiz omon bo'lsin. Tabrikimiz. Ona bu uyda yashash boshqacha. Onaning tarafi-yu mehri boshqacha. Tug'sa ham 90 100 yoshgacha ona bu dunyoda yashash boshqacha. Yashaydilar onamiz bizlarni o'ylab. Kulugul Xudodan baxtimiz so'rab. Onasi yo'qlardan so'raymiz uzr. Ona bu dunyoda yashash boshqacha. O'tiringiz yarashib taxtga, erishing eng oliy baxtga. Kuzli emas sizga ilohim, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Nurli
Gülü yüzleringiz g'amli ko'rmasin. Kulgani ko'zlaringiz g'amli ko'rmasin. Pok qalbingiz kamlik ko'rmasin. Bibijon ona bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Qani endi yaqinlar xush kelibsizlar. Mana shu yaqinimizni onajonimizni bugungi shukrona kun bilan tavallud ayyom bilan tabriklab, barabar chiroyli tilaklar niyatlarni yo'llab qo'yamiz. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimning jonim onam. İki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimning jonim onam. Onajon to'g'ridan qizga Ravshanbekman. Sog' bo'lasiz, umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Allohim sizning yoshingizni bizlarga ham berib bersin. Artık bu çabuk vurdular. Rahmat. Men yoshimdan o'tyapman. Aytqanimiz kelsin. Sog' salomatligingiz. Hech qachon seni Kutmadingizmi? ya qo'limdan kirib ko'rdim. Lekin bugun kelishimni umuman kutmadingiz. Men surpriz chiqarman, bilmaysan? Onajonimiz uchun chiroyli tabriklar qilamiz. Hammamiz birgalikda bir ovozdan tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Qani marhamat o'ramizni endi yaxshi tilak tabrik so'zlari bilan boshlab boramiz. Janob, sizga uzoq yosh tilayman. Istaganingizcha yosh bersin. Ortiqcha ularimizni yaqin ko'rgan bo'lsin. Xudo sog'lig'ingizni yaxshi bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Jannat darvozasi ochilsa bu kun. Osmonda farishta yiqildi bu kun. Sizni Alloh panohida asrasin. Onajon bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Marhamat oramizni yana bir bora yaxshi tilak tabrik so'zlar bilan davom qilamiz. Aytlar tabriklaymiz. Bugungi quvonch kunlar hammangizga muborak bo'lsin. Onajonimizni tabriklab, qanchalik yaxshi ko'rishimizni aytib qo'yamiz. Marhamat. Opajonim, men sizni dim yaxshi ko'raman. Rahmat. Bizlarga ulaytirdingiz. Shukrlarga yetirdingiz. Behisob shukr. Men sizga uzoq yosh, rizq, yanada ko'proq uzoq yosh tilayman sizga. Ko'pisini ko'rib bilgaysiz. Oldimizda hamisha sog' yurgaysiz. Xushli turganim, milliyatlari bo'lsa, xushida kelinimdan baxtli bo'lib, shu o'g'lim vaqtimni to'ynab ko'rsin shu opam. Yaxshi niyatda joylarimiz yetib to'y bo'lsin. Opamni siylag'alar uchun ukalarima rahmat, quvontirdi. Doyi chicha rahmat. Sizlarga Xudoyim shu ukamlarni rayatini ko'ring. Shunday siydi ukamlardan ko'rgaysiz siz ham. Nerda yursangiz ham sog' yuring doyi chicha rahmat. Ukamlar dardini o'ynab qilib, sog' salomat o'ynab qilib tashib kelgaysiz. Rahmat doyi. Opa sizga ko'proq uzoq umr, sog'lik tilayman. Tabriklayman opajonim. Keladigan zaman bugun. Ha, enamgina qolmadingmi? Qayerda? Onajonimizni bag'rimizga bosib qo'yamiz. Boringizga shukrchilik, juda ham yaxshi ko'ramiz deb. Tabriklaymiz. Onajonimiz to'g'rilari uzoq bo'lsin. Qani endi davramizni yana bir bora yaxshi tilak tabrik so'zlar bilan davom qildiramiz. Barcha yaqinlar xush kelibsizlar. Bugungi quvonch kunlari hammangizga muborak bo'lsin. Onajonimizni bugungi shukrona kun bilan, tavallud ayyom bilan bir tabriklaymiz. Rahmat. Keltirmaysizlar mashina. Bizlar vaqtimizda sog' yursin, ahjoqlarni to'ylab ko'rsin. Alloh subhanahu chaqqanmisan axir. Tog'ma ber, Opamni uzoq yosh tilayman. Xudo sog' salomat bergay. Shu bergan surprizni loyiha chicha rahmat. Shu opam quvongan kunda quvonchini sherikman. Xudoyim eldimizda sog' yuring. Neki isteğiniz bo'lsa hammasi ro'yobga chiqishini tilakdoshman. Shu bizlarda baxtimizga, ukamlarda baxtini sog' yuring. Uzoq yashang opa. Chichani tug'ilganlar bilan tabriklaymiz. Yoshlarga qilib, va shu quvonib yurmoq nasib qildi.
Yine de Tılgan gününden tebriklimen. Uzak yaş versen elinizden bağışlayıp yaşları bir olsun. 80, 90, 100 yaşlara çıkanda da Kudayım şu getirip şu yürüyüşümden yayarmasın Kudayım. Hiç yerim oğlu değmesin. Yine kulağınız bilen tebriklimen. Neyki arzu ümitleriniz bolsa bärine erişebilgeysiz. 90-100 yaşlarınızdan küydüp oturup birgelikte kütüp alış nasip kılsın. Uzak yaşa. Onlarım bekleyeceğim. Yine babamız bilen tebrikime 100 yaşlarına kırıp şu yaştan 100 yaşlara öte sevebilirim. Rahman salamatыңlar, бақытты бол, doim yor bolsun. Yürgen yollarınız güllerge to'lsin. Omadingizni ko'rib ko'zlar quvonchin. Onajon bu kunga tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Qara marhamat oramizni yana bir bora yaxshi tilak tabrik so'zlari bilan davom qildiramiz. Mehmonlar xush kelibsizlar. Tabriklaymiz bugungi quvonchli kunlar hammangizga muborak bo'lsin. Alayım tuğlan günüz mübarek olsun. 100 yaşlarına girgeysiz. Hacana bu mahlum destek et. Bundan keyingi tuğlan günler olgan yürüyetip artistler, palatkalar bilen, sürprizler bilen şalamak nasip olan. Atamdan enanın namından tebrikliyim. Sağ yürgeysiz. Yanımızda yürgeysiz. Vatanın ciğeri boyu. Yekimiz kaldık aslında. Rahman salamatыңlar, tileklerge, niyetlerge qo'shilib qilamiz. Qani ukalarimiz taklif qilamiz. Tabriklaymiz bugungi quvonch kunlar muborak bo'lsin. Xonamizni bugungi shikona kun bilan, ulug' yoshlari bilan tabriklab qo'yamiz. Rahmat. Rahman salamatыңlar, tileklar ichida izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan uchun sizning baxtli insonlarni ko'proq yarasin. Qara marhamat tilak yo'llamagan kelinlar kelamiz. Xushxabarimiz taklif qilamiz doramizga, onajonimizni bugungi tavallud ayyom bilan tabriklab qo'yamiz. Qara marhamat. Rahman salamatыңlar, hamma tabriklab bo'ldimi endi? Qani xushxabar taklif qilamiz. Tabriklaymiz bugungi oilangizdagi quvonch kunlari muborak bo'lsin. Jannatimizni onajonimiz tabriklab qo'yamiz. Degan to'shirgan kasamiz barcha yaqin mehmonlar bilan baham ko'ramiz endi. Chiroyli qarsaklar bilan. Chiroyli qarsaklar bilan. Onajonimiz tabriklab qo'yamiz. Külmaydi gözüm, yalan emas her ayken sözüm. Özümden ötkenni bilip özüm, hemen hasta bulup koygun gün. Küz yaş döktü. Mehmonlarga bo'lgan, o'g'il qizlaringizga bo'lgan, nabiralarga bo'lgan sizning ham tilaklaringiz, niyatlaringiz qanday marhamat. Evvelen sizlere rahmet. Mine hemme karnındaş tuğan, ağaylar, kızlar, baktıklar, mine hemme karnındaş tuğaların bilgilerimde yazılı oturttu. Kil almağanı var, kiygeni var. Hemmesine uzak yaş vakit devlet dilime Kudayım. Ben de mine 77'ge bugün kalem koydum Kuday kalem. 7 mi? Bugün hemmesine şundan ziyad yaş veriyor Kudayım. Vakit görgey bular, çoğuluk görgey Kudayım. Lekin yomon kunni ko'rmagan. Hech qachon taq bo'lmasin, jip bo'lmay ketaydi. Hech qachon inson taq bo'lmaydi. Shuni tilayman. Hammangizga uzoq
uzak yaş birikmen Hudaýym bagtly bolan aktıklar, çoğuluklar hemme bilen keliller hemmeniz. Hudalar lekin kelalmagalar köp gelemesin derek olarga da bagt dileýän. Uzak yaş berýär olarga. Koşulanmagalarga da. Meydandagy barma, ündägi barma. Hiç kaçan olarga da yaman rahmet deyiz. Kündü tilenme, yaxşı gün berýär Hudaýym. Rahmat. Olar yaxşı, hemmeniz bagtly bolun. Lekin kep duram, men kartaýdym indi bäri-bir. Körmege. Burunda pat yok. Döşemek rahmet Rahmet, sağ sana. ol. Hudaý senin ak gör, çoğuluk gör Hudaý. Men mene jasgany üstüne oturup, meniki kep munday diýip oýla. Silap atyrokma. Başga wagtda da men bagalaryny bir körsem kem görünmez. Bilemem. Bütün dilinde. Hemme adamlyk arasynda kaldy. Hudaýym, hoşakary gaýtak diýen. Evet. Hudaýym, aktyk gör, çoğuluk gör. Hudaýym hiç kaçan kynalmagy. Hemmelerinize rahmet mene. Hudaýym uzak ýaşagaýslar Hudaýym. Kanı kolları boş olsa anacanımızı 77 yaşlarından çığlık hasteklerden tabrikle koyamız. Hani endi anacanımız bilen yakınlar, farzandlar, kelinler bir esdalik suratlar çıkıp koyamazsınız. Bunlarni oyun külgü bilen devam kıldıramız. Sizlerning xizmatingizda sürpriz loyihasi jamoasi bo'lmoqda. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Rahmat hammaga. Qur'onga, Necibe, Hudaýym sizlerge rahmet. Meni syýladymsa sizlerdi Huda syýlagay. Hudaýym aktyklaryňyz, çoğuluklarynız hemişe Hudaýym külüp oýnap elinizde ýürmek nesip etdi. Sizlerem aman kegeýsler Hudaýym. Hudaýym külüp oýnap, tolup taşyýyp kegeýsler. Rahmet öke. Vay vay, kellem ýok. Sen de yaşa bir gün vefat yarın.
Savcı salacak düğüler dalacak. Şu gideriz kavminizden külümü alacak. Gül alacak, savcı salacak düğüler dalacak. Şu gideriz kavminizden külümü alacak. Ben sana yok 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 demem, aşkla biraz göremen oylar, göremen oylar. Ben sana yok 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 demem, aşkla biraz göremen oylar, göremen oylar. Hadi buraya kadar. Hadi gençler. Pul tapacak, maşin alacak, kiye çay salacak. Şu gideriz kavminizden külümü alacak. Pul tapacak, maşin alacak, kiye çay salacak.
devam ederiz karalar, tamam mı?
Kargaysa